to'ldi, nimagadir avtomat отсекать qilmadi. To'kilib ketdi. Solyarkaning narxini qarang, $5. Bakın почти pustoy, hozir ko'ramiz nech pulga sig'adi. 3.8 edi. $3.8. 80 sent. Hozir mana bu yerda mana shu bugundagi narxlarga. Bugun 7-mart. New York, Brooklyn. Zapravka Sanoco. Yaxshi xabarlar emas. Narxlar dizelga faqat emas, endi toplivagada ozgina ko'tarildi menimcha. Benzin uncha emas, solyarka ko'tarildi, solyarka. Так, короче, hozir solyarka quyamiz. Bugun shanba. Ishga. Pogoda ozgina o'zgaryapti menimcha. Чуть-чуть потеплее становится. Erta-perta ko'rdim internetdan, вообще zo'r bo'lar ekan. Так что hozircha ishdaymiz. Yomon sekin oqyapti. Mana o'zi 60 dan ham o'tib ketdi. Ammo bakda ozgina solyarka baribir bor edi, jab pustoy emas edi. 70 taga boradi-da, 70 dan ham o'tib ketsa kerak. Mana to'ldi, nimagadir avtomat отсекать qilmadi. To'kilib ketdi. Mana boya kimdir ham shunaqa qilgan, ko'ryapsizmi? Qum sepib tashlagan. Avtomat pistolet menimcha ishlamayapti. Отсекать qilmadi-da, ammo pul $92 sig'di, 18 galon. $20 kam to'lardim. $70 18 galon kirardi-da. Hozir 18 galon $92. Qo'lla bo'ldi. Iloji yo'q. Zapravka qilamiz и baribir ishlaymiz. Polniy benzobak bo'ldi endi. Tamam, ketdik.